Assalomu alaykum. Uyda ham mana shunaqangi oddiy gaz pechida xuddi tandirda pishgandek ko'k somsalar tayyorlamoqchi bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Videomiz qiziq bo'lsa, o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling. Bismillah deb ishni boshlaymiz. Ishimizni birinchi bo'lib o'zimizga qulay bo'lgan idishga unni sovolishdan boshlaymiz. Men 700 gram unga tayyorladim. Sizlar xohishingizga qarab, ko'p yoki ozligiga qarab, xohishga qarab unni solib, xamir tayyorlashni boshlaysizlar. Men 700 gram unga 2 osh qoshiq tuz qo'shib, un bilan tuzni yaxshilab aralashtirib oldim. Unga iliq suv quyib, oddiy xamir tayyorlashni boshladim. Xamir tayyorlab turganimizda, oddiy somsalarga xamir olganimizda, oddiy somsa xamir tayyorlaymiz. Yog'lik yoki boshqa narsalar qo'shmaymiz, oddiy xamir tayyorlaymiz. Xamirimiz juda ham yumshoq yoki qattiq bo'lmashi kerak. O'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab, mana shunday qilib tez-tez mushlab, xamirimizni birin-ketinlikda yaxshilab mushlab tayyorlashni boshlaymiz. Mana xamirni ham tayyorlab bo'ldim. Tayyor bo'lgan xamirni paket bilan o'rab, 10-15 daqiqaga tindirgani olib qo'yamiz. Xamirni tayyorlab bo'lgach, tindirgani olib qo'ygandan keyin ko'kni yaxshilab yuvib oldim. Mana shunday qilib unga 6 dona piyoz qo'shdim. Piyozni sizlar xohishingizga qarab ko'proq xohlasalaring, yana 2-3 dona qo'shib yuborsalaring bo'ladi. Mana shunday qilib hamma bilgandek ko'klarni maydalab to'g'rab olamiz. Ko'kni to'g'rab turganimizda hamma o'zini xohishiga qarab maydalab to'g'rashlaring ham mumkin. Lekin men somsaga juda ham mayda qilib ko'klarni to'g'rab tayyorlab olmayman. Sizlar xohishiga qarab, o'zlaring xohishlaringga qarab to'g'rashlaring mumkin. Ko'kni to'g'rab bo'lganimizdan keyin bironta o'zimiz uchun qulay bo'lgan kattaroq idishga solib, aralashtirishga solib qo'yamiz. Ko'klarimizni to'g'rab bo'lganimizdan keyin piyozlarimizni mana shunday qilib yupqaroq shaklda mayinroq qilib to'g'rab olamiz. Hamma masalliqlarni to'g'rab bo'lganimizdan keyin unga ziravorlar, tuz, o'simlik yog'i qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. O'simlik yog'i qo'shishimiz sababi somsamiz yana ham sochning ichlari yog'li bo'lib tayyor bo'lishi uchun albatta ozgina o'simlik yog'i qo'shishimiz kerak bo'ladi. Agarda sizlarda dumba yog'i, oq yog', mana shunaqa yog'lar bo'lsa, o'simlik yog'i qo'shishlaring shart emas. Ozgina o'shanaqa yog'lardan qo'shib yuborsalaring yana ham mazali bo'ladi. Orada xamirlar ham tinib tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamirni teng o'rtasidan ikkiga bo'lib, ikkita zivalicha yasab oldim. Sizlar xohishga qarab to'rtta yasasalaring yana ham yoyishlariga oson bo'ladi. Endi tayyor bo'lgan xamirlarni paket bilan o'rab, yana ozgina vaqtga tindirgani qo'yib qo'yamiz. Aradan ozgina vaqt o'tdi. Endi xamirni yoyishni boshladim. Xamirni hamma bilgandek, o'zlaring bilgandek xohishlaringga qarab mana shunday qilib yoyib, birin-ketinlikda tayyorlashni boshlaymiz. Xamirimiz har doim aytib o'tganimdek, boshida ozgina unni ko'proq sepsak, yoyilishi oson bo'ladi. Ham tindirganimizda ozgina ko'proq vaqtga qoldirsak, xamirimiz tez-tez yoyilib, oson yoyiladi. Mana xamirni ham yoyib oldim. Endi yoyib bo'lganimizdan keyin arasiga unni sepib olib, mana shunday qilib taxlab chiqamiz. Buni ham men katta-katta qilib taxlayapman, sizlar xohishga qarab. Juda ham kichkina xohlaganlar bor, o'rtacha xohlaganlar bor. Men ozgina kattaroq shaklda taxlab olyapman. Mana taklab bo'lganimizdan keyin mana shunaqa qilib 5 ta barmog'imizni o'lchab, mana shunday qilib katta-katta shaklda kesib olamiz. Ularni mana shunday qilib yana bittadan yoyib, ustma-ustun qo'yib, yana 5 ta barmog'imizni qo'yib, bir xil shaklda hammasini kesib olamiz.
Kesilgan xamirlarni mana shunday qilib bitta idishga solib, ustini sochiq bilan o'rab qo'yamiz. Endi bularni mana shunday qilib ichiga ko'kni solib olib, oddiy shaklda, turburcha shaklda tugib chiqamiz. Tugib turganimizda mana shunday qilib yaxshilab qirg'oqlarini berkitsak, pishib turganida suvlari ketib qolmaydi. Juda ham chiroyli bo'lib pishib tayyor bo'ladi. Tugishimiz ham juda ham oson tugiladi. Mana ko'rib turganlaringdek juda ham oson. Faqat shu nimasini, qirg'oqlarini tugib turganimizda yaxshilab berkitishimiz kerak bo'ladi. Hamma somsalarni tugib bo'lgandan keyin listimizni o'simlik yog'i bilan yog'lab, birin-ketinlikda somsalarimizni listga terib chiqamiz. Terganimizda juda ham yonma-yon qilib terib olmaymiz. Somsalarni usti qizarguncha pishirib olamiz. Mana somsalar pishib tayyor bo'ldi. Qip-qizartirib pishirib oldim. Xuddi tandirda pishgandek qip-qizarib pishib tayyor bo'ldi. Yeganingizda ham karsillab juda ham mazali bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Ishtaha ochar, tugilishi ham oddiy, tayyorlanishi ham oddiy, lekin yeganingizda juda ham mazali bo'ladi. Bizda bu somsani nomini yakkajil somsa deyiladi. Juda ham vitaminlarga boy, juda ham mazali. Mana shunaqangi oddiy somsalarni ham xohlab yegimiz kelib qoladi. Varaqli somsalardan ko'ra yana ham mazali bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarga ham albatta tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali bo'ladi. Videoyimiz sizlarga ozgina yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.